Alloh taolo payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni payg'ambar qilib yuborar ekan, u zotning yonida, u zot bilan birga mana shu nubuvatni, islom nurini boshqalarga yetkazishlik uchun sahobalar Rasulullohning yonida yordamchi bo'lishlarini xohladi. Sahobalar, bu zotlar Alloh taoloning yaxshi ko'rgan bandalari. Bunday bo'lishining sababi ular Alloh taoloning eng suyukli bo'lgan bandasi Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamning hamrohlari. Islom risolatini, islom nurini dunyoga yoyilishligi uchun Alloh subhanahu va taolo tomonidan tanlangan bandalar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ularni yo'llariga ergashishlikka, xususan xulafoi roshidin al-mahdiylarning sunnatiga ergashishlikka va og'iz tishlari bilan mahkam ushlaydi deyishligiga loyiq bo'lgan insonlar. Nabiy sallallohu alayhi vasallam ashablari bilan o'tirar ekanlar, ulardan quyidagi savolni so'radilar. Sizlarning oralaringizda bugun kim ro'zador? Sahobalar sukut saqlashdi. Abu Bakr Siddiq: "Ya Rasululloh, men ro'za tutdim bugun" dedi. Orqasidan keyin savol so'raldi. "Bugun sizlarning orangizda qaysi biringiz janozaga ergashdingiz?" Sahobalar yana sukut saqlashdi. Yana Abu Bakr javob berib: "Men ya Rasululloh" dedi. Rasululloh 3-chi savolni so'radilar-da, "Bugun sizlarning orangizda qaysi biringiz miskinga taom ulashdi?" Sahobalar yana sukut saqlashdi. Abu Bakr: "Men ulashdim ya Rasululloh" dedi. So'ngra 4-chi savolni so'radilar-da, "Bugun sizlarning oralaringizda qaysi biringiz kasalni ziyorat qildingiz?" Sahobalar jim. Yana Abu Bakr javob berdi: "Men ya Rasululloh." Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Bu sifatlar faqat jannatiy bo'lgan kishilargina jamlanadi bir kunda." Jannatiy ekanligini Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir necha marta Abu Bakr Siddiq o'z quloqlaridan eshitganlar. U kishining laqablaridan Al-Atiq. U go'zalligi uchun, yuzini yoqimli bo'lganligi uchun. Kunlarda birida Nabiy sallallohu alayhi vasallam ashablariga o'tirar ekanlar, Abu Bakr Siddiq kirdida o'tirganlarida Rasululloh shunday to'g'ridan-to'g'ri u kishiga qarab turib, "Anta atiqun minan nar." "Ey Abu Bakr, siz o'tdan omonda qo'yilgan, ozod qilingan bandasiz" dedilar. Atiq deyishning sabablaridan biri Abdulloh ibn Abbos roziyallohu anhudan shunday bir so'z keltiriladi, Imom Shafiy rivoyatlari. Nima uchun Abu Bakr Atiq deb laqablangan? Ibn Abbos javob beradilar, Abu Quhofani, ya'ni Abu Bakrning otasini o'g'il farzandlari tug'ilardida yoshligida o'lib ketishardi. Abu Bakr tug'ilganda onasi Ka'batullohga ko'tarib olib bordi, 40 dirhamni sadaqa qilib turib, "Ey ilohlarning ilohi, mana shu farzandimni ozod qilgin, saqlagin" dedi. Shunda rivoyatlarda keladi, Ka'batullohning ichida turganida mana shu so'z aytganda bir burchakdan ovoz keldi. "Ya amatar rahmani bit tahqiq, fusti bil hamli va bil atiq, yu'rafu fil bariyati bis siddiq." Ya'ni yer yuzida yashayotgan odamlarda eng afzalini vaziri bo'ladi. Yoshligida, ulg'ayganda, tirikligida, hattoki vafot qilganida ham ular bir-biridan ajrashmaydi degan ma'no boradi. Bu Abu Bakr Siddiqga berilgan laqablarning ba'zilari. Abu Bakrning laqablaridan bittasi Al-Amiq, ya'ni chuqur iymonli kishi ekanligi. Kunlarda birida payg'ambar sollallohu alayhi vasallam quyidagi hadisni aytdilar. Cho'pon o'zini qo'ylarini haydab yurar ekan, bir bo'ri hujum qildida, qo'ylardan bittasini olib qochib qoldi. Cho'pon yetib bordida, qo'yni tortmoqchi bo'ldi. Shunda bo'ri odam tili bilan, "Axir kecha buni qarovsi yo'q edi-yu, bugun meni rizqimni tortib olib ketasanmi?" deganda, cho'pon ajablandi, hayron bo'ldi. So'ngra davom etdi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Bir kishi o'zini sigirining ustiga haddan oshiqcha yuk yuklab qo'yganda, sigir insonning tiliga kirib turib, "Men yuk ko'tarish uchun emas, yer haydashlik uchun yaralganman" dedi. Bu kishi ham ta'jubga tushdi. Mana shu ikkala hadisni aytganlarida bu hadisni eshitib turgan sahobalarning ba'zilari subhanalloh deyishvardi. Go'yoki bir ishon qilamagandek, "Ya Alloh" deyishvarganda, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bunga dedi, "Men iymon keltiraman haqligiga. Abu Bakr iymon keltiradi va Umar iymon keltiradi" dedi. Abu Bakrning iymoni chuqurligini Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana shu so'zlar bilan tasdiqlab berdi. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu laqablaridan As-Sodiq, do'st. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Imom Buxoriy rivoyatlari, "Law kuntu muttaxidan khalilan lattakhaftu Abu Bakr, walakinna akhi va sahibi." Agar yer yuzida bir odamni do'st tutishlik mumkin bo'lganida, odamni do'st tutishligi mumkin bo'lganida men albatta Abu Bakrni do'st tanlar edim.
Lekin u kishi mening birodarim va Alloh yo'lidagi sahobam dedilar. U kishining laqablaridan ad-daqiq, fahm, nozik did egasi edi u zot. Sahobalarning ba'zilari, aksariyatlari tushunmaydigan ba'zi bir nozik masalalarni Abu Bakr tezlik bilan tushunib yetar edi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam minbarda turib xutba o'qirganlar quyidagi hadisni aytdilar. Inna abdan khayyarahullohu bayna an yu'tiyahu min zahratid dunya va bayna ma indahu faqtara ma indahu. Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytdilar, Alloh taolo bir bandaga dunyodagi hamma zeb-ziynatni tanlashlik hamda Parvardigorining huzurini tanlashlik ixtiyori berildi. Banda Parvardigorning huzuridagi narsani tanladi deganda sahobalar tushunmadi, lekin Abu Bakr yig'ladi. Mana shu tanlangan banda Rasululloh ekanligini boshqalar tushunmaganda tushunib yetdi. Hajjatul vadoda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam mana bu oyatlarni o'qib berdi. Al-yawma akmaltu lakum dinakum va atmamtu alaykum ni'mati va raditu lakum al-islam dinan. Alloh taolo mana shu oxirgi xayrlashuv hajjida shu oyatlarni nozil qildi. Mazmuni qanday edi? Bugun sizlarni diningizni mukammal qildim. Sizlarga ne'matimni to'liq qildim va islom dini sizlarga din bo'lishiga rozi bo'ldim dedi. Sahobalarning quvonchi cheksiz edi. Chunki din mukammal bo'ldi. Din nuqsonsiz bo'ldi. Hamma xursand bo'ldi. Faqat Abu Bakr bir chekiga o'tib yig'lar edi. Sahobalar, "Ey Abu Bakr, dinimiz mukammal bo'lgan bo'lsa, ne'mat to'liq bo'lgan bo'lsa, nimaga siz xursand bo'lishdan o'rniga yig'layapsiz?" deganlarida, "Birodarlar, tushunmayapsizlarmi? Axir bu Rasulullohning ishi tugaganligi va bizning ishimizdan Rafiqul A'loga hijrat qilishiga dalil emasmi?" deganda sahobalar keyin tushunatda ular ham qo'shilishib yig'lashadi. Abu Bakr daqiq, nozik fahm egasi bo'lgan kishi. U kishining laqablaridan al-Xaliq, ya'ni munosib, loyiq. Bu kishini Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan keyin ummatni boshida turishligiga loyiq ekanligini payg'ambarimiz o'zining quyidagi hadislari bilan bizga bildirdilar. Bir ayol keldi, savollarni so'radi va Rasululloh u ayolga keyingi yil kelishlikni buyurdilar. Bu ayol aytdiki, agar keyingi yil kelsam, sizni topolmasamchi, ya'ni vafot etib ketsangiz kimga uchrayman deganda, agar meni topolmasangiz, Abu Bakrga uchraying dedi. Rasululloh o'zidan keyin Abu Bakrga murojaat qilishligini tavsiya qildi. Bu Rasulullohdan keyin bu ummatni boshlig'likka faqat Abu Bakr loyiq ekanligiga dalil bo'ladi. U kishining laqablaridan ash-shuja, g'ayratli, jasur va doirak sahobalardan edi. Ali karramallohu vajha xalifa bo'lib turar ekanlar, o'zini atrofidagi kishilardan shunday savolni so'radi. Odamlarning ichida, ashoblarning ichida eng shijoatli, doirak, jasuri kim deb so'radi. Atrofdagi kishilar, siz-da Amirul Mo'minin, siz Allohning bir sherlaridansiz, Alloh taoloning qilishlaridansiz. Yo'q dedi. Eng shijoatli sahobalardan qo'rqmas doirak bu Abu Bakr edi dedi. Va bu gapini quyidagi bo'lib o'tgan ish bilan isbotlab beradi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam Makka da turgan davrlarida bir to'p mushriklar Rasulullohni o'rab olishdi. Biri kelib bu yoqdan tutdi. Senmi u hamma xudolarni bitta xudo qilib oladigan? Ikkinchisi kelib so'kib no'qib, senmi ota-bobomizni ahmoqqa chiqargan? Har tomondan payg'ambarimizga do'q po'qisalar, zarbalar berib turganda deydi Ali roziyallohu anhu. Sahobalardan birorta kishi yuragi betlab Rasulullohning himoyasiga chiqa olmagan. Shunda Abu Bakr chiqib borganlar deydi. Ey insofsizlar, Robbim Alloh deb qo'ygan uchun o'ldirisholaversanmi deb ularga tashlanib payg'ambarimizni himoya qilganlarida mushriklar Abu Bakrga tashlanishdi. U kishini yerga o'tkazib shunday bir zarbalashdi. Utba ibn Robiya Abu Bakrning qorniga chiqib irg'ishlab teparadi, yuzlarini tepkilar edi. Yuzini tanib bo'lmaslik darajasida hushidan ketguncha urishdi. To Abu Bakrning urug'i ulardan ajratib uyga olib borib qo'ymagunlaricha. Uyga olib bordi, kun kechkidigan paytda Abu Bakr hushiga keldi. Va birinchi aytgan so'zi Rasulullohga nima bo'ldi dedi. Rasulullohga nima bo'ldi dedi. U kishi tinch deganlarida aytdiki, "Mana suvni iching" desa, Allohga qasam, Rasulullohning tinchligini bilmasdan turib bir suv topmayman dedi. Rasulullohga bo'lgan muhabbatidan u kishini ikki kishi qo'ltig'idan ko'tarib Rasululloh o'tirgan darov orqamga olib borib ko'rsatganlarida Rasulullohning tinchligini, xotirjamligini ko'rgandan keyin Allohga hamdlar aytadi. Hamda aytadiki, "Ya Rasululloh, onamga haqqiga duo qiling. Menga juda bir mehr bilan, muruvvat bilan parvarish qiladi.
duo qiling, do'zaxdan Alloh saqlasin deganlarida payg'ambar sollallohu alayhi vasallam duo qildilar, onasi iymonga keldi. Abu Bakr sahobalarning ichida eng shijoatli kishi edi. Badr g'azotida mana hammamizga ma'lum siyratdan musulmonlar payg'ambar sollallohu alayhi vasallam boshchiligida 314 ta odam Quraysh karvonining yo'lini to'sgani chiqishadi. Urushgan emas. Lekin Quraysh bundan xabar topadi-da, 1000 dan ortiqroq kishi bilan tamomiy urushga tayyorgarlik ko'rib kelishadi. Musulmonlar tayyorgarligi yo'q, mushuklar soni ham ko'p, tayyorgarligi ham qattiq. Mana shu holatda payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga ansorlar aytadilarki, "Ya Rasululloh, Madinadagi ansor birodarlarimizning ko'pchiligi g'azot bo'lishidan xabar yo'q qolib qolishdi. Ya'ni uzri bor ularda. Agar siz kofirlar bilan urushga chiqqaningizni bilganda ular chiqishar edi. Agar xo'p desangiz, qo'shinning orqasiga sizga bir arish, bir chodir qurib beraylikda, siz qo'shinning orqasida turing. Chunki sonimiz oz. Yengilib qolsak, tuyalarning minasida Madinaga kirib olasiz, islom amri tugamaydi bu bilan." Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam rozi bo'ldilar. Rasululloh shu chodirda turadigan bo'ldi. Kim endi payg'ambarimizning himoyasida turadi deganda, sahobalardan bittasi chiqmadi yana. Chunki chodirda payg'ambarimizni himoya qilib turadigan bo'lsa, mushriklar a'loni kelib zarba ursa, chodir yolib qolishligi mumkin. Himoya kim chiqadi deganda, mana shu nozik bo'lgan, go'stsiz bo'lgan, oriq bo'lgan Abu Bakr men deb chiqdi. Bu kishining shijoatiga dalolat qilar edi. Ali roziyallohu anhu so'rashda davom etdi. Ey qavm, Abu Bakrning iymoni afzalmi yoki Fir'avn xonadonidan bo'lib iymon keltirib, iymonini yashirgan kishining iymoni afzalmi? Mana tarixdan bilamiz, Fir'avn xonadonidan bo'lgan bir kishi Fir'avn oilasidan Musa alayhisalomga iymon keltiradi va iymonini yashiradi. Albatta bu kishini shijoatli, jasur ekanligiga dalil. Chunki yer yuzida yashab o'tgan eng katta zolim Fir'avn oilasidan Xudoman degan bu. Shuni oilasidan bir turib iymon keltirishlik jasurlikni belgisi edi. Endi Ali solishtirib so'rayaptiki, Abu Bakrning iymoni afzalmi yoki ana shu Fir'avn xonadonidan bo'lib iymonini yashirgan kishining iymoni afzalmi? Qavm sukut saqladi. Aytmaysizlarmi dedi. Hech kim javob bera olmadi. So'ngra Ali o'zi javob berdi. Yer yuzi to'la Fir'avn oilasidagi mu'mindan bo'lgandan ko'ra Abu Bakrning hayotidagi 1 soat hayot afzal dedi. Chunki u kishi iymonini yashirdi, Abu Bakr iymonini yashirmadi. Bu Ali roziyallohu anhuning Abu Bakr Siddiqqa bergan baholari. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni qilayotgan ishlarida, aytgan so'zlarida zarracha shubha qilmagan, zarracha ikkilanmagan. Hammamizga ma'lum, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam mana umra qilgani borganlarida Makka mushriklari musulmonlarni kirgizishmadida Hudaybiya sulhi yozildi. Hudaybiya sulhini bandlariga ko'ra, bir yil musulmonlar umra qilmasdan ketishadi. Keyingi yil qaytib kelishadi. Bandlardan bittasi Makkadan bir odam iymon keltirib Madinaga ko'chib borsa, Muhammad qabul qilmaydi. Shu musulmonni Makkaga qaytarib beradi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam xo'p dedilar. Tinchlik kerak bo'lganligi uchun. Endi Madinadan bitta odam kofir bo'lib Makkaga ketsa, Makkaga qaytarib bermaydi. Rasululloh xo'p dedilar. Bu sulhni zohiri musulmonlarning faqat ziyoniga bo'lganga o'xshadi. Sahobalar tushuna olmadi. Mana shu sulh yozilib turganda sulhni Quraysh tomonidan Suhayl ibn Amr yozardi. Sulh kelishildi, hali qog'ozga tushirilmay turib, Suhayl ibn Amrning o'g'li Abu Jandal Makkadan chiqdi-da, musulmonlar Makkaga yaqin joyga kelib qoldi. Birga ketib qolaman, hijrat deb turib, qo'llarida zanjirlar bilan yugurgancha payg'ambar sollallohu alayhi vasallam oldiga keldi. Ya Rasululloh, muhojir bo'lib keldim oldingizga. Suhayl o'g'lini qochib kelganligini ko'rib, "Ey Muhammad, sen bilan kelishdik" dedi. Rasululloh hali yozganimiz yo'q dedi. Desa, "Ama takfikul kalima, bizni bergan so'zimiz kifoya qilmaydimi?" dedi. Rasululloh kifoya qiladi dedi. Abu Jandalni qaytarib berib yuborishga buyurdilar. Abu Jandal musulmon kishini musulmonlarning oldida mushriklar zanjir bilan sudab ketayotganda dodda yig'lardi. "Ey musulmonlar, dinimda fitnaga uchratishlik uchun qo'shib berib yuborasizlarmi meni?" Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam, "Ey Abu Jandal, sabr qiling, Alloh sizga va sizga o'xshaganlarga najot beradi" dedi. Umar ibn Hattob chidamadida kelib Abu Jandalga qilichini ishora qilib, "Ol" deyapti qilichni. Choptasha bo'lardi. Bu mushriklarning qoni ikki qoni bilan barobar. "Men chopolmayman, men mana shu sulhning bittasiman" dedi. Mana shuni olib ketishdi.
Mana shunday qiyin ish bo'ldi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam umraga